Assalomu alaykum. Kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi aqlli, zukko, bilimga chanqoq bolajonlar uchun o'zbek xalq ertaklaridan Sehrli so'z nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Ushbu to'plamdagi bolalar uchun mo'ljallangan ertaklarda odob, axloq, zukkolik, rostgo'ylik, adolatparvarlik kabi tarbiyaviy ahamiyatga ega ma'nolar aks etadi. To'plangan ertaklar bolalar dunyoqarashining kengayishi va ularni yetuk inson sifatida shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi degan umiddamiz. Shuningdek, sevimli farzandlarimiz bu kitobni o'qib, til o'rganish borasida ham bilimlarini oshiradi degan umiddamiz. Aziz bolajonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.